Vlogimiz noodatiy tarzda boshlandi. Hozir o'sha BMW M5 F90 Competition mashinamizga o'tirib vlogga boshlaymiz. Ungacha sizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, like bosib ketishni esdan chiqarmanglar. Bo'lmasa biz boshladik. Mana bizning giroy uchrantiramas. Bu BMW M5 F90 Competition do'stlar. O'zim endi ko'raman bu mashinani. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Sizning sarchanasiz tinchmisiz? So'rash yaxshimi? Bu mashina bilan tabriklayman. Muhammad Aliga bilsanglar, birinchi iPhone o'rardilar, iPhone o'rardilar, keyin iPhonedan keyin CLS oldilar. Tungi Toshkentga chiqsimni ko'rsanglar bo'ladi uni. Keyin undan keyin X6 oldilar. X6dan keyin mana endi BMW M5 F90 Competition oldilar. Tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Sizlar hammaga nasib. Oy 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 oy. Voshye launch boru. Ano yer aniq o'pirgani bilindi bor lekin. Voshye. Anchadan beri men bunaqa bosadilar deb o'ylamadim-da. Takoy bemalol o'tiribman. Takoy launch bilan bitta berdilar. Yer o'pirilgan ani. Yer o'pirayotgandek ощущение bo'ladi-da. Voshye. Anchadan bir bunaqa emotsiya his qilmayotgandim. Ana bugun bo'ldi endi. Vlog olib yurgan paytimizda biz Real Sanjik ko'rib qoldik. Porschelari, bu yoqda Ferrari, gelik. Sanjik yana o'zi. Domlan orasi boshqacha eshitiladi ovozi. Muhammad Aliga bu mashina sizga necha pulga tushdi? 120 ming dollar. 120 ming dollarga. Nima deb o'ylaysiz? Puliga arziydimi? Arziydi. Zo'r. Mana bundan oldin iPhone haydardingiz, raznica qanaqa? Yer bilan osmonchalik. To'g'risini aytaman, iPhone'ni men yaxshi ko'raman, haligacha yoqadi, gap so'z yo'q. Lekin bunda sen o'ylagan hamma narsa bor ekanda. Yumshoq. Xohlasang zadniy привод, xohlasang mana. Xohlasang полный привод. O'ylamaydi hichinamadi. Вообще idealniy mashina ekan. Tushunarli. Bu mashinaga 0 dan 10 gacha necha baho qo'ygan bo'lardingiz? 10 baho qo'ygan bo'lardim. Rostdan. Tushunarli. O'zi G90 olmoqchi edim. G90 to'g'risi dizayni ham menga unchalik yoqmadi. Keyin yana nima bo'ladi? Og'ir ekan juda ham. Unda mana ma'mi yo'q-da. G90. Oy. Mana bunda shunaqa joylari bor. Tushunarli. Olganingizda afsuslarmisiz? Faqat maza qilyapsiz. Ha, menga yoqdi. To'g'risini aytsam, bu mashinani men endi ko'rib turibman. O'zi ko'p videolarimni birinchi mashinaning egasi bilan tanishaman, mashinani ko'raman-da, keyin vaqtini gaplashib, video qilamiz. Yaxshigina suratda mashina. Videoni shunaqa qilib kelishib qilardik-da. Mana hozir Muhammad Aliga mashina kecha oldingiz menimcha mashinani. Kecha oldilar. Mana bugun prямой efirlarini ko'rib qoldim. Aka qattasiz desam, bo'ldi, ko'rishamiz dedilar-da. Mana yaxshi. Ano qattiq bosim bo'lganda o'sha ozgina ko'ngilni ko'taryapti mashina. O'z bilsanglar, birdaniga reski katta tezlikka chiqsanglar, odam ko'ngli ko'tarilib ketadi. O'sha sekin-sekin mana bu bosishda qilib 1 2 3 bergacha ko'tarilayotgani sekin sezilyapti o'sha. Bu mashina yaxshigina tortyapti. Chunki stok holatida ana zamir qilganingiz 3.1 sekund chiqdi. 3.1 yurdi. 3.1 sekund. Degani mana pasportda 3.3 bergan. Lekin buni fishkasi ot kuchi mana 625 ta deb yozilgan bunda. Lekin unaqa emas. Stendda o'lchashganida M5 F90 ni imini 675 ta chiqdi. Bu degani uchuvchi emas, undan pastroq ham yuradi. Agar misol uchun kvotarini hisobga olsang, 16 dan 18 даже 11 sekundda. Bu degani nerealniy rezultatda. 635 ta emas, undan ko'p otuvchi. Tushunarli. O'zlari aytganidan ancha yaxshi yuradi. Pasportdan ko'ra yaxshiroq.
O'zi naborot ko'p mashinalarda pasportga yozilgandan sekinroq yuradi. Bunda pasportga yozilgandan tezroq yuradi. Gap bo'lishi mumkin emas. BMW M5 ga shu joylariga. Tushunishinglar uchun bunda mana luk bor. Aytishinglar mumkin, M5 Competitionda luk bo'lmasligi kerak, karbonli beton bo'lishi kerak deyishinglar mumkin, lekin bu bitta narsani aytib ketaman. Bu ham original M5 Competition, faqat bu individual, ya'ni zakazga chiqarilgan luk. Zavoddan sizlar ham agar zakaz qilsanglar, shu luk bilan chiqarib berishadi. Bu yerda mana zakaz qilingan va mana luk turibdi bunda. Ko'pchilik buni 550 haydayapti, boshqa deyapti. Yo'q, bu rostagam BMW M5 Competition. Faqat shu zakazga faqat shu zakazga luk zakaz qilingan, ya'ni pod zakaz chiqqan. Shuning uchun shunaqasi ham bo'ladi M5 da. Shuning uchun hayron qolmaydi. Karbon keramika opornilar bilan chiqqan. Da, hozir bir chetroq to'xtaganimizda takoy men polni ko'rsataman, mashina haqida daniylarni aytib ko'rsatib chiqamiz. Bitta bas bering. Xo'p, do'stlar, mana o'sha boyagi BMW M5 F90 Competition, original M5 Competition, вот. Oporni disklarini ko'rsanglar bo'ladi. Karbonli keramika, bu zavodskoy. Bu hech qanaqa qo'yilmagan original zavodskoy. Karbonli keramikasi, diskalar M5 ga M5 Competition bu yog'i. Da, aniq bo'ladi shunday. Narada qaysidir gelik bosib o'tib ketyapti. BMWda 2 marta tortish kerak bo'ladi chakka va biz bitta ko'tarsak buni ana bo'lmasam M-Power. Endi bu yog'i bilan anaqa nima deydi? Samyeniya bo'lmaydi, chunki ot M-Power dvigateli 4 litrli twin turbo dvigateli turibdi bunda. Yozilishi bo'yicha 625 ta ot kuchi bor deyiladi, lekin stendga qo'yilganda 670 ta ot kuch ko'rsatishadi. Даже undan plus minus sal ko'proq. 670 ta deylik plus minus, lekin yozilishida 625 ta ot kuchi deyshadi. 0-100 3 sekund, lekin bu hozir 0-100 3 sekund. Michelin Pilot Sport Tour S shinalari turibdi. Diskani razmeriga keladigan bo'lsa, 20 dyumli diskalar va bu MK2. Orqada ham 20 dyumli mana. Bunda paroga karbonoviy parog qo'yilgan. Bu yerda spoiler bor. To есть spoiler emas, antikrilo ham karbondan. Mashinaga 0 dangacha bitta baho berib ketinglar do'stlar. Orqa difuzorli karbon, vyxlopli stok. Tez orada bundan rostakam monsterni ko'ramiz. Bu tomida luk bor, boya aytganimdek bu pod zakaz. Orqa salonlarda mana monitorlar ham bor. Monitorlar turibdi. O'rtada podlokotnik, qo'l qo'yib ketsa bo'ladi. MK o'rindiqlari, MK remeni va MK choklari. MK даже poliklar ham MK tushirilgan, orqada chek bor ekan. Вот monitorlar ham bor orqada. Xo'p, davochik. Da, eshiklarda davochik bor. M5 Competition obshivkalarga keladigan bo'lsa, karbonoviy, jigarrang va qora rangli koja ishlatilgan. Bunga juda ham yarashib turibdi. MK sideniyalar, menga MK ning sideniyalari yoqadi. Nimaga? Chunki juda ham eniga keng bo'ladi, qaranglar. Juda ham keng. Bitta o'tirib sizlarga ko'rsataman. Monitor, sensorli, patolog Alcantara, rul koja, M1 M2. Men bu uzatmalar qutisiga alohida baho berib ketinglar. Kichkinagina mana bunda uzatmalar qutisi emas, yoki bo'lmasa mana bunchagina uzatmalar qutisi emas, kattagina qilib qo'l ushlay oladigan darajada uzatmalar qutisi qilingan bunda, ya'ni korobka beradi, skorost deymizmi? Yana bitta narsa, buni manualga o'tkazib olib, bosib turib qo'lda urib ketsa bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi peredachalarga. Muhammadaliga birinchi olgan mashinasi qanaqa bo'lgan? Matiz bo'lgan. Bu nechinchi yilda bo'lgan? Best Matizm bo'lgan.
2011-yilda bo'lgan. Chunki men pravo olishdan oldin mashina olganman birinchi. Keyin Nexia olganman. Keyin Epica olganman. Keyin Malibu shunaqa qilib. Bu bilmayman lekin nechinchi mashinam. O'zi savol, mana mashinani kecha oldingiz. Bunda drift qilishga ulgurdingizmi? To'g'risini aytayman. O'sha ulgurdingizmi? Qarang drift bo'tdi bunda. Ha, zo'r. Bunda F1 dan boshqacharoq ekan. Mana misol uchun F1 da bitta stabilizatsiyani o'chirasan, M2 ni yoqasan, nastroyka qilib qo'ygan bo'lsang bo'ldi. Anti-boost polni o'chiriladi. Bitta gaz pol bossang ketadi-da. Bunda 1, 2, 3 umuman mebla bo'lmas ekan. Bu boshqacha ekan. Men o'ylardim F1 da yaxshiroq desam, bu juda bir yoqdi menga. Drift qilish shunaqa yo'qki, yo'q. Moment katta bo'lganigami, ot kuchi ko'pligigami, maza qilib drift qilishligiga. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Конечно, закрытый площадкалada, qichimiyo joylarda, ruxsat olib, asosan biza qonun doirasidan bu kadrni ustidan ololmaganim gunoh bo'ldi lekin. Oy. Burnout qilib yurildi. Rostdan aytishadi-ku, BMW jonon olib haydaydigan mashina deydi-ku. Rostdan jonon olib haydaydigan mashina deydi. Ayniqsa endi. Voydod buni ko'rinishini mashinaga 0 dan 10 gacha baho berib ketsangiz bo'lmaydi do'stlar. Do'stlar, agar bu mashinani niyat qilgan bo'lsanglar, videoga like bosib ketinglar, yaxshi niyat qilib. Hammamizga nasib qilsin. Baba M5 BMW ichida boshqacha model. Lekin bu mashinaga, rangiga, ko'rinishiga, yurishiga 0 dan 10 gacha baho berib ketishingizlardan chiqmasin faqat. Hozir kommentariyaga kirib 0 dan 10 gacha baholab ketinglar. Boyaga is. Ana bo'lmasam, xullas bu BMWga ana tonirovka tortilyapti, eshiklariga, oynalariga, to's o'sha eshik oynalariga tortilyapti. Ana endi mashina yanada chiroyi ochiladi. Tayyor bo'lgan gapni ko'rsataman. Ana do'stlar, mashinaga tonirovka ham urildi. Mashina tayyor.
Bu yoqda M5, bu yoqda bugun M2 ga video olamiz. Bu mashinaga Seven Carbon tarafdan tuning qilingan. O'zbekistonda yagona bo'lgan BMW M5 KS. Do'stlar, bu go'zallikni qaranglar. M5, M2 va M4 Competition. Qaysi birini tanlardinglar? M5 Competition, M2 yoki M4 Competition? Bularni turishiga gap bo'lishi mumkin, mashaalloh.